Ustozlar, bunaqa misollarni ishlashni bilmasanglar, attestatsiyaga kirmasanglar ham bo'lardi. Demak, bizada shunaqa funksiya berilgan, n ning natural qiymatida toping deyilyapti. Ko'pchilik mana n berilganicha o'ylanib qoladi. Ikkita o'zgaruvchi deb o'ylab qoladi. N bizda oddiy natural son. O'shaning uchun oddiy murakkab funksiyadan xoslar olgandek olib ketaveramiz bu yerda. N ni oldinga tushiramiz. N bo'ladi bizda x kub minus 2x kvadrat plus x plus 1 deymiz. Sonni ayiramiz. N minus 1. Endi ichkaridan olamiz murakkab funksiyadan. Ko'paytiramiz, ya'ni 3x kvadrat minus 4x plus 1 bo'lib qoladi. Teng shu bizda 540 ga teng deyilgan. Qachonki biz 2 ni olib borganimizda. Endi 2 ni olib boramiz. f'2 deymizda. Demak, n deymiz. Bu yoqda 8 minus bu yoqda ham 8 bo'lib qolar ekan, plus 2 plus 1 darajada n minus 1 turibdi. Ko'paytiramiz. 3 ko'paytirilgan x o'rniga 2 ni olib bordik. 4 minus 4 ko'pay 2 plus 1 teng bo'lib qoldi 540 ga. Endi hisoblaymiz. N ko'paytirilgan bu yoqda 3 darajasi n minus 1 bo'lib qoladi. Ko'paytiramiz 5 ga. Teng 540 ga. Ko'paytirib bu yoqqa bo'lib o'tkazamiz. N ko'pay 3 n minus 1 teng bo'ladi 108 ga. Endi e'tibor beramiz, biz testda bilamiz, vaqt chegaralangan bo'ladi. O'shaning uchun javoblardan foydalanamiz. D javob bizga to'g'ri keladi. Ya'ni n o'rniga to'g'ri borsak, 108 teng 108 bo'lib qoladi. Demak, javobimiz D bo'ladi. Bu videoni saqlab qo'ying.